Ko'pchilik sportchilar yelkalarini e'tiborsiz qoldiradi yoki yarim kuchi bilan ishlaydi. Kenglik yo'q, zichlik yo'q, ta'sirchanlik yo'q. Agar rostdan ham keng va baquvvat yelkalarni istasang, hozir aytadigan mashqlarimni mehnat bilan qil. Birinchisi, o'tirgan holda shtanka bilan harbiy press. Og'ir temir, qat'iy podxod, ko'krakka urib sakratmasdan. Shtangani nazorat bilan yuqoriga bos, go'yoki o'zingning standartlaringni ham yuqoriga ko'taryapsan. 2. Gantel bilan yonga ko'tarish. Sekin, toza va og'ir, qo'llar bilan emas, tirsaklar bilan yetakla. Ana shunda haqiqiy delta mushaklaring ajralib chiqadi. 3. Arqon bilan yuzga tortish. Orqal uchun. Ko'pchilik buni unutadi, shuning uchun yon tomondan ko'rinmay qoladi. Sen unday bo'lmaysan. Yuqoriga tort, to'xta va qis. Keyingisi gantel bilan yelka press, orqa suyanchiqsiz. Faqat iroda va muvozanat. Bu mashq barcha zaifliklarni ochib beradi va ularni kuchga aylantiradi. Keyingisi kabel bilan to'g'ri yuqoriga tortish. Shtangani yaqin tut, maqsad bilan ko'tar. Bu shunchaki harakat emas, bu aniqlik bilan uyib ishlash. Shundan so'ng o'tirgan holda gantel bilan yelka qisish. Go'yo taranglikni ushlab undan o'sishni xohlayotgandek qis. Sekin-sekin qil. Ana shunda rostdan ham foydasi bo'ladi. Agar videoni shu yergacha tomosha qilgan bo'lsang, hoziroq Telegram kanalimga o't. U yerda seni rostdan ham transformatsiya qilamiz.